Azxon, O'zbekistonda benzin narxi qancha? Benzin 80 benzin, 80 benzin. O Nurbek Anjanskiy O'zbekistonda. 12 mingmi, 10 mingmi? 15 ming deydi. 92 sa, 92 15. benzin. 204 dirham 98 super fresh benzin Dubayda Hech pul. 6,5 ming so'mda to'g'ri keladi 1 litr. 100 benzin 7,5 ming so'm. Ishonmayapsan, mana. Ko'zing bilan ko'r. Mana. Fresh super benzin Dubayda shunar. Okey. Video olish mumkin emas ekan. Do'stlar, yuribmiz. Lekin suv qimmat. 1 litr suv, 1 litr benzindan qimmat. Suv qimmat. Dubayda taksilar ham qimmat. Dubayda jannati. Dubayda benzin sotgan odam boy bo'lmaydi. Lekin suv sotgan odam boy bo'ladi. O'zbekistonda metan otsang boy bo'lasan. Suv bo'lmasa benzin ham bir tiyin olmaydi. To'g'ri. Suv bo'lishi kerak, sami kerak. Benzinning narxi qancha? Bilganlar yozib yuboringlar, 1 yil bo'ldi-da. Bilmayman O'zbekistonda qancha. Men kelayotgan paytim 8 ming so'm edi. 80 benzin, 7,5 ming so'm edi. Bu yerda 100 olasiz 7,5 ming. Ketdi.